Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, bizani doimiy kuzatuvchilar, chorva texnikalariga qiziqadiganlar. Yana mana pushka drabilkalarimiz yetib keldi. Yangi versiyada mana ko'ryapsizlar, chislolari bilan bitta ko'rsatib yoramiz. Qaysi oyda zavoddan chiqqan mana sanalari bilan. Xitoydan birinchi qo'l optim narxlarda bizlarda mana shu optim narxlarda mana shunaqa ikki xil sariq va qizil ranglarda sotib olishingiz mumkin. Bularni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bitta mana shuni yonbosh qilib motordan boshlaymiz. Motorimiz o'sha kuchaytirilgan turburchak mana motorlarimizda 4 kilovatlik, toza 4 kilovat va datchiklari bor, mana yonadigan toklarni ko'rsatib turadi. Avtomatchalarimiz akkuratni qilib o'rnatilgan, mana o'chirib yoqadigan, ko'ryapsizlar. Bu qulaylik taraflarini yana bitta aytib o'tib ketamiz buni. Bu nimaga qulay, bunaqa sharoitda bunaqa pushka shaklida chiqarilganligini sababini sizlarga bitta aytib o'tib ketaman. Bu uzun poyalar uchun mo'ljal qilingan. Uzun poyalarda mana shunday solganda akkuratni buni maydalab bu yoqdan chiqazib beradi. Qo'l va quruq poyalarda quruq xashaklar va donlarni chiqazib beradi. Keyin yana bitta tomoni buni har birini ichida mana shunaqa o'zimizning brendimiz tushirilgan futbolkalarimiz bor. Xudo xolasa har bir drabilka sotib olgan odam bitta mana shunaqa futbolkaga ega bo'ladi. Buni keyin mana oyoqchalarni ko'ryapsizlar, juda qulay, joyidan siljitib ko'chirib olishlar. Oyoqni qo'yasiz, bemalol yurgizib, joyidan joyiga ko'chirib mana tikka qilib qo'yasiz. Mana donni o'tkazadigan mana bu donni yig'ib sekingina qo'yib yuboradigan mana bu klapillarimiz ham bor. Mana pichoqlarimizni ichini bitta ko'rsatib yoramiz. O'sha kalyonni kuydirilgan pichoqlar ichida, mana ko'rib turibsizlar. Tak 6 ta, xo'sh 7, 8, 9, 10 ta. Xo'sh 12 ta pichoq, 8 ta molotok, 20 ta jami. Bularni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari ham juda hamyonbop narxlarda, 2.400.000 bilan har bir tuman markazigacha yetkazib beramiz bularni. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Ikki xil mana shunaqa rangda borishi mumkin, sariq va qizil ranglarda. Endi bularni bitta ishlatib ko'rsatib beraman. Hashaklarimiz bor, donlarimiz bor, mana somonimiz turibdi va bidamiz turibdi. Keyin bu yoqda xul poyamiz bor. Keyin donimiz ham yetarlicha bor, makkayimiz bor. Bularni o'tkazib, sizlarga chiroyli video qilib beramiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bunisiga hozir sitkamizni qo'yib oldik. Bu donni sitkasi turibdi ekan, avvalambor mana shu donni o'tkazishdan boshlaymiz xudo xolasa. Tak. Temirini qo'yib olamiz buni. Mana ko'ryapsizlar. Don uchun bu qo'yib olinadi albatta va donimizni qani bizani boyagi satilimiz, mana shu satilga 10 kiloga yaqin don ketadi. Donni solamizda hozir ishlatib sizlarga o'tkazib ko'rsatib beramiz. Mana donimiz, makkayimiz bor. Mana shundan o'tkazib ko'rsatib beramiz sizlarga. Mana qani solaylikchi. Bismillah. Avvalan bir hozir donni o'tkazamiz. Mana bu idishlarni qo'yib olamiz donga tartibi bilan. Mana sitkalarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz shu qanaqasida. Bu katta yirik hashaylar o'tkazish uchun, bunisi mayinroq hashaylarni o'tkazish uchun, bu yorma uchun va mayin qilib chiqazadigan sitka ichida hozir. Endi hozir bitta sizlarga o'tkazib beramiz. Tak. Og'ziga mana shu qopni qo'yib olamiz, akkuratni chiqish uchun, to'kilmasligi uchun. Hozir bitta og'zini shunday bitta ip bilan bog'lab qo'yamizdan. O'zingizga xudo xolasa moslab yashikmi, mana shunaqa qopmi qilib olsangiz akkuratni donimiz to'kilmaydi. Mana shunaqa qilib tartib bilan chiqazib olsangiz ham bo'laveradi-da. Mana ipimizni tokimizni ulaymiz.
Avtomatchamiz o'chib turibdi. O'chib turganligini bitta ko'ramiz dagin. Tokimizni tiqa olamiz. Bismillah. Tokimizni bitta ko'ramiz. Avvalambor qo'shgan vaqti tokni bitta tekshirib olish kerak. Necha ko'rsatyapti mana? 217 200 dan baland. Agar tokimiz 200 dan past bo'lsa ham ko'rsatsa, kamroq miqdorda hashak don o'tkazishingiz mumkin, ishlaydi. Lekin balandroq bo'lsa, o'shanga yarasha doningizni yoki hashagingizni ko'proq chiqarib beradi. Bismillah. Mana ochamiz sekingina. Ozgina ochib qo'ydik, sekin-sekin mana shunga o'taveradi. Taxminan hozir 8 kiloga ziyodroq 10 kiloga yaqin donimiz bor bu yerda. Hozir ko'ramiz, qani necha minutlar atrofida chiqazadi. Mana ochib qo'ydik, bir normaga qo'yib. Mana o'zi donni maydalaydigan sharoitda bo'lgandan keyin mana normada ochib qo'ydik. Mana donimiz o'zi tagi ko'rinib qoldi. Ko'ryapsizlar. Oxirigacha chiqib ketishini kutamiz endi ichidagini. Bitta ichidagini bir tozalab olsin. Bo'ldi, keyin o'chiramiz. Iloji boricha buni oxirigacha o'chishini kutamiz. Chunki parraklar to'xtamasdan aylanib turadi. O'shaning uchun o'chishini kutsak, manfaatliroq bo'ladi, chunki mana parraklar aylanib turgan vaqtda ozgina xavfliroq bo'lishi mumkin. Mana shu avval o'tkazgan narigi donimizni ustiga to'kamiz, mayli yuzida turadi, ko'rsatib o'ramiz buni. Mana to'kib olamiz. Mana ko'ryapsizlarmi mana? Yaqinroq ko'rsataylik.
bemalol sepib bersa bo'ladigan holatga olib keldi. Endi to'g'ri, bu juda un darajasida qilmasa ham shakar qatori yoki shakardan mayinroq qilib beradi. Buni bemalol sepib bersa bo'ladigan holatga kelgan. Mana hazm qilib o'tkazib bera oladi-da, hazm oshqozonni hazm qila oladi. Mana shunaqa uvitib yoki sepib berishingiz mumkin bemalol. Endi buni hozir setkasini almashtiramizdan, xudo xolasa bundan hashak o'tkazib sizlarga yana obzor qilib beramiz. Mana hashaklarimiz bor. Hashaklarimizni o'tkazib ko'rsatib beramiz. Mana quruq hashaklarimizni, ya'ni somon bilan bida presimizni o'tkazib sizlarga bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Setkamiz qo'yib oldik. O'sha mayin qilib o'tkazadigan setkamizni yoqib olamiz. Bismillah. Mana somonimizdan boshlaymiz. Mana ko'rishingiz. Qani ham bor ekan. Qani ko'p ekanda. Bitta somonimizni ko'rsatamiz endi. Mana kelinglar. Mana mayinligini ko'ryapsizlarmi, qanchalik mayin chiqazyapti. Mana. Endi bitta bida ko'rsatamiz, bidani chiqazib. Presimiz bor, yangi olib kelingan bida pres. Endi bitta bida presdan bitta o'tkazib ko'rsatib beramiz. Bismillah. Tokimiz tak 224. Qilib qolamiz bo'lmasam. Og'ziga yarasha tashlab yuborasizlar.
Vidamizni ham endi bitta ko'rsatsak. Bu tomondan kelinglar-da. Mana vidamiz ham o'ta mayin, mana bu tomonga ko'proq otibdi. Mana vidamiz. O'ta mayin. Bemalol mana shunaqa kimga mana shunaqa mayin qilib chiqarish kerak bo'lsa, quruq xashaklarni mana shunaqa chiroyli qilib o'tkazadigan bo'lsa, mana shu drobilkadan xarid qilishingiz mumkin. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.